the psychology of investing. So we've talked about some of the technical factors, how to think about what a business is worth. You want to buy a business at a reasonable price. You want to buy a business that's going to exist forever, that has barriers to entry, where it's going to be difficult for people to compete with you. But all of those things are important, and a lot of investors follow those principles. The problem is that when they put them into practice, and there's a panic in the world, and the stock market's heading down every day, and they're watching the value of their IRA or their investment account decline, the natural tendency is sort of to do the opposite of what makes sense. To be a successful investor, you have to be able to avoid some natural human tendencies to follow the herd. When the stock market's going down every day, your natural tendency is to want to sell. When the stock market's actually going up every day, your natural tendency is to want to buy. So in bubbles, you probably should be a seller. In busts, you should probably be a buyer. And you have to have that kind of a discipline. You have to have a stomach to withstand the volatility of the stock market. Yo. Assalomu alaykum qarindoshlar, qanday kunlarsizmi? Hozir vaqtinlar xayrli bo'lsin. Mablag' silish xatarlik, mablag' sog'inchada ehtiyojchan bo'ling, ham o'zingizga xos uslubda mablag' silishni o'rganing. Hozirgi videomiz ko'rganimiz donliq shu iqtisodchi mablag' soluvchi Bill Ackmanniki shu qandaq to'g'ri yo'lda mablag' solamiz degandek, ya'ni shu value investment masalasiga deb kelgan uzun yo'lga qandaq mablag' solamiz, shuni cho'nqroq tushunaylik deb shu videoni ishlayapman. Anaki yana birsi shu yaqinda Biden'niki azraq shu boj to'g'riliq chiqargan gapi bor. Shu qonunni o'zgartirma deb yo'lga qo'yib, texnik rasmiy qonunda o'tmadi. Menimcha bu mumkinchiligi o'tmaydi, lekin menimcha hamda Biden ya'ni 4 yil turgan yeri bor hozirgacha. Shunga boj tarafdan cho'qim o'stirgan yeri bor. Hozir deganda 30%largacha. Hozir davatgan gapi, lekin shu bo'libmi capital gain, shu mablag' silib topgan pullaringlarni 44%gacha o'stirma degandek gap bor. Bu odatga maoshingizga topgan pulingizga topshirgan boj emas bu. Mablag' silib topshirgan boj. Shunga men buni 5 yildan videolarni ishlayotgan vaqtimda 5-6 qismlarlam degan Amerikaning qanday suiqasd planlari va anki Amerika shu hozir to'xtamay pul bezyotdi. Hozir 20 trilliondak qarzi va andan bu texnik jiqlatdi. Uzun o'tmay 10 yillardan keyin balki 100 trillionga berishi mumkin. Andan keyin shu pullarni qanday qaytarmoqchi degan jihatlarda men shu boj tarafdan so'zlagan shirkatlarning bojlarini o'stirmoqchi. Shu capital gain. Shunga agar diqqat qilgan bo'lsanglar, shu necha haftaning oldida shunda cho'ng davolg'ular bo'ldi, shunda cho'ng tushishlar, bo'lib yangi texnikliklar. Nima uchun shunda bo'ldi? Bu boj sistemasi qanday bizga shu bozorga yaxshimi, eskimi, biz qanday qilishimiz kerak degan jihatlarda men so'zlab beray degan. Bak muhim, buni cho'qim anglanglar. Hamda bu boj sistemasi menimcha agar 44% ga chiqmasmi, 30% ga cho'qim chiqadi. Hamda nima uchun shu vaqtlarda shu yangi texnikalik bojlar tushib ketdi degan vaqtida nurg'un odamlar qisqa va'daliklardan chiqib uzun va'daliklarga qadam qo'ydi. Chunki davolg'u cho'ng bo'lg'achqa ham bu yangi texnikaliklarni hozir bir narsa tegil olmaydi yaqinqi kelgusida. Shu inflation davatimiz, inflation yangi texnikalik ko'p inflation bo'lib qolsa, pul pahallik bo'lib qolsa, bu paychaklar uzun yil o'tirib qolgan ishlar bo'lib qoldi. Shunga aşağılar diqqat qilgan bo'lsanglar, shu bir qism paychaklar shunda tushdi, hatto 40-50% dak tushdi, lekin ba'zan paychaklar o'rildi dedi. Ya'ni shu ko'ktanglik, klassik, cho'ng kaplik paychaklar deymiz. Bular dedi to'xtamay o'rildi. Chunki hammadan uzun va'daga bo'libmi qisqa va'dalik o'ynaydiganlarmi uzun va'daga qadam qo'yib shulardan yangi paychaklardan chiqib cho'ng paychaklarga chiqib oldi. Nima uchun ular uzunga qaradi? Chunki men bir tarafdan pulni kirim qilib mablag' silib, yana bir tarafdan boj to'lab yo'qotayotganim yo'q. Qachon shu boj sistemasi o'zgarib shundan tuvan holatgacha alandan keyin men bu mablag'dan asosda chiqib boj to'lasam bo'ldi, dividendlik paychaklarga chiqib asosda boj to'lasam bo'ldi degan bundaq ko'z qarshidan o'zgardi. Shuni bu taraflardan cho'qim uf qilishinglar kerak. Masalan, bu boylarga texmo eg'ir keldi. Cho'ng shirkatlarga texmo eg'ir keldi boj sistemasi.
Masalan, shu 100 yildan oldida, ya'ni 70-80 yildan oldida 20-asrlarda ba'zan boylarniki bosh to'lash nisbati 90% ga yetgan. 90%lik bosh to'laydi. O'zi qozongan pullarniki 10% lam o'ziga qoldi. Shu vaqtlarda shu Warren Buffettlar yashab kelgan, ular hammani o'qib, hammani ko'rib kelgan 80 yillik tajribasi var. Shundan keyin ularniki tutgan paychaklarning hammasi degidek 30-40 yillik paychak hozir qurilmasidagi. Nima uchun shu 40 shu bosh sistemasi 50% ga, 40% ga, 30% larga tushguncha saqlab turgan. Andan keyin Trump chiqqancha 20%, 20% gacha tushgan. Kelgusida bular balkim yana tushadi deb shunda ishonchisi bo'lishi mumkin. Agar siyosatlar ham taraflardan yaxshi bo'lib kelsa, shunda bo'ldi. Ham bu Biden'niki bu capital'niki gainsini, bajsini o'stirib, ishchilarniki bajni unchalik o'stirmaganligi ham bir maqsadi. Bu teshidagi, shu Amerikaning teshidagi boshqa davlatlardagi mablag' savchilardan bajni olmoqchi. Yani men sizlarga degan, butun dunyo hozir Amerikaga mablag' savotidi, ham butun dunyo Amerikaga baj to'laydi. Butun dunyodagi fuqarolar bir davlatga baj to'laydi. Bunda siyosat. O'zinglar shuni o'ylab baqsanglar bo'ldi, tafakkur qilib. Shunga bu jihatlardan sizlarga deb keldim, Nurg'un. Cho'qim uzunni o'ylayli, hargizmi yarim yillik, 1 yillik bunda o'ylamay, cho'qim oz deganda 5 yillik, men oz deganda 5 yillik, 10 yillikni o'ylayman. Shu paychak qurilmamda %80% paychaklarning oz qismini shu yarim yillik o'ynayman. Ba'zan mesela vaziyatlar o'zgaradigan, ba'zan shirkatlarning ishlari o'zgaradigan, paychaklar o'z ketib qolgan ahvollar bor. Har xil bir narsa tegil olmaydi bozorda. Shunga amal bor shu paychaklarni tanlaganda uzun vadiliq shu yaxshi shirkatlarni yaxshi tanlab kirilish kerak. Hargizmi bu power of compounding deymiz. Buniki kuchini hargizmi bo'sh qo'ymang. Bu nima degan gap degan chog'da shu asta duylab jihlatgan shu boyligingizni, shu qor to'pini duylab cho'ng qilayotgandek, cho'ng qilayotgan bu boyligingizni hargizmi bo'sh qo'ymang. Bu shu ba'zan bog'bonlarniki shu bog'dagi mevalik daraxtlarini asta cho'ng qilganga o'xshash. Oxirida rasmiy cho'ng bo'lgan chog'da buning bergan mevasi alomat jih bo'ldi. Buni men hozir ko'rsatib berman. Shu chorvachilarninkimi yo'lig'im o'xshaydi. Bir qo'yni asosda 2 qilib, 2 qo'yni 4 qilib, 4ni 8 degandek. Masalan, sizlarga bir yilga men muqim meniki nishonim 15% 20%gacha kirim qilish deb chiqdim. Ba'zanlar buni oz deb qarayapsizlar. Ba'zan qarindoshlar shunda deb qaraydi ekan. Lekin bu oz emas. Buni Açıcılık yaga muqim harjili bu meniki degani masalan 10-20 yillikda o'rtaqcha o'ttirchi hisobda 15-20%. Ba'zan yillari balkim jiq bo'lishi mumkin, 30-40-50%, ba'zan yillari oz bo'lishi mumkin, 4-5%, ba'zan yillari balkim minus bo'lib qolishi mumkin. Shu Buffettning shunday bo'lgan. Buffettningki oxiriga berib shu 40-50 yillik o'ttirchi kirimi 24%. Men hozirgacha bu shu 30-40 yillarda 24%lik kirim qoldi. Shu hedge fund bo'lsin, hech qandaqlarni ko'rib baxmadim. Buni yuqori qilganlar bor, lekin faqatlam 4-5 yil yoki 7-8 yil shunday. Yog'och xinamning hozirgacha kirgan tafovati 15% dan oshmaydi o'rtaqcha. Bultur ba'zan qurilmalari 150% kirim qildi. Ondan keyin 17-18 yilmi bir yilda 100%lik kirim qildi. Qolgan yillari unchalik kirim qilmagan. Masalan, shu S&P 500 ni tutanmagan. Chunki yog'och xonimning qurilmasi baklam shu yangi texnikalar bakchiq. Bular ba'zan yillari shunda tushib ketadi, ba'zan yillari tuyuqsizlam portlab o'sadi. Shundaq qurilma bu. Men o'zimning qurilmasini unchalik yangi texnikalar qilib ketmadim. 30-40%lik yangi texnika hozir bag'asini ozilyapman. Amal bilan 25% 30%largacha qilib kontrol qilmoqchi.
Şu Buffett'ın 24%, Yağış Hanım'ın 15%, anakin S&P 500'ın 13% atrofida, Nasdaq'niki şu aldınqı necha yilda 30-40%dan mangan, ba'zan yillari 5%, 6% küçüp qalgan. Anakin şu altınni desangiz, altın şu 71 yildan 80 yilgacha har yiliga bir 30%dan kirim qilgan. Anandan keyin tushib ketgan, bir 10-20 yil joyi kelmagan. Lekin o'ttircha hisob qilsangiz, har yiliga bo'lib, har yili shu 4%lar atrofida kirim qilgan. Anaki uy mulkni qarasangiz, hamiyatda uy mulkni around 3%lar atrofida bo'lishi mumkin. Endi har davlatlarning sal-pal o'xshamaydi. Endi men sizga bir hisoblab beray. Compounding power qancha kuchli bo'ldi. Agar siz birinchili $10,000 mablag' soldingiz. Undan keyin biz buni 20% dan kirim qildik desak, buni biz nimadan ishlatamiz? Biz 72 rule 72 rule deb bir rule bor. 72 degan rule, 72 ni 20 ga bo'lsak, 20%, 3'te 6 deb son chiqdi. 3'te 6 degani bu 20% dan kirim qilsangiz har yili 3'te 6 yilda bir hassa jiqlaydi degan gap. Demak, $10,000 3'te 6 yilda bir hassa oldu. Yani $20,000 oldu. Andan keyin $20,000 yana 3'te 6 yilda, yani siz boshlagan yildan boshlab 7'de 2 yilda $40,000 oldu. Ondan yana biz 3'te 6 yilni qo'shaylik. Bu $40,000 $80,000 bo'lsa, 10'da 8 yilda, yani 11 yillar atrofida $80,000 oldu. Siz qarab qarang, 11 yilda $10,000 $80,000 bo'ldi. Siz balkim birinchili o'ylaysiz, men birinchili 20% kirim qilsam $10,000 around $12,000 bo'ldi, nimda az deb o'ylab qolsiz. Pek azga bu, lekin onun kelak yili balkim $14,200 bo'ldi. Nimda asta 2 yil around $14,200 qildim deb o'ylaysiz. Lekin sizning bu pulingiz jiqlab bergan chaqda, masalan $20,000 bo'lgan chaqda, har yilga $4,000 dan kirim qila oladigan bo'lasiz. 20% olsa. O çağda sizinki o pulingiz $24,000 oldu. Biroqlar ishtiklaydi. $40,000 bo'lgan chaqda, o çağda $8,000 dan kirim qilsiz har yili. Biroqlar bir yildan $40,000 $48,000 bo'la oladi. 20% dan kirim qilsangiz. Hozir abay men 10'da 8 yilda $10,000'ni $80,000 qildim. Agar siz o'zingiz bir uzun yillik shu paychak sohasida yurgan bo'lsangiz, o'zingiz hisoblab qo'ying. Siz 10 yil mablag' silib, necha pul kirim qila oldingiz? Shunga yeta oldimi? Unda bo'lsa sizniki bu strategiyangiz to'g'rimi, xatomi? Biz ba'zan chog'da shu o'zimiz shunda aqlliq, lekin ba'zan qarorlarni xatolam chiqarib qo'yib, shu swing trade, technical bu narsalarga oldinib ketib, yo bo'lmasa leverage lardan ba'zan chog'da ziyon tortib, qurilmamizni bek kuchli hujumchan qilib, ba'zan chog'larda ziyon tortib qilib, undan keyin oxirida bunchalik kirim qilolmaydan qolamiz. Balkim ba'zan yillari siz 100%, 200% kirim qila olasiz. Uningda biroqlam o'zingiz oldin ketib shuni men uskanman deb ba'zan chog'larda utgan bilan yana ba'zan chog'lar uttirgan ish bo'ldi. Undan keyin u pulingizni ba'zan chog'da hisoblasangiz jiqisini vojg'i to'laysiz. Shunaqa cho'qim mablag' solishni yaxshi plan bilan mablag' solgan qaroringizdan chiqarishingiz kerak. Rasmiy uzun yillikqa mablag' silib, siyosatda ba'zan chog'da yaxshi o'zgarib, mana shu bojlar nimalari hammasi yaxshi bo'lgan chog'da, o'zimning davlatining puli rasmiy tushgan chog'da, Amerika dollari rasmiy o'rlagan vaqtida men buni setib, chog'da chiqarib olib, undan keyin bir necha yil damab, yo bo'lmasa shu
inflation bo'la bo'lgan vaqtida damaviz sog'ingizm bo'ldi. Buffett shunday qilgan, uni deyishni bo'lmaydi. Agar yana biz qarab boqaylik 18 yilda yana 3-6 yilni qo'shsak 14-4 yilda 15 yil bo'lmay biz 80 ming dollarni yana 160 ming dollar qila olamiz. Yana birasi jilta olamiz. Siz o'ylabmi biz agar 1 million qilsak qanchalik vaqt ketadi? Hisoblab boqaylik. Yana 3-6 yilni qo'shay 18 yilda 320 ming dollar bo'ldi. 20 yil bo'lmay. Yani 3-6 yıl 21'de 6 yılda 640 ming dollar oldu. Yani 3-6'ını bassak 25 yılda 1 milyon 280 ming. 25 yılda 1 milyon 280 ming dollar. O'ylab bakın. Siz o çağda resmi compounding'deki kuchini ko'ra olasiz. O çağlarda sizning qallangiz yig'ilib, har bir pulingizni yig'ib turib, hech qanday ortiq hajlamay, hammasini mush mablag' soldigan bo'lib ketasiz. Masalan, Buffett nomi, masalan, hozir 50 yil o'tgan uyi bor. Biz odatga puhralarning uyiga o'xshash. Ulardan boshqa uyga kuch boqmagan, boshqa ortiq qimmatlik mashina boqmagan. Hammasi nima shu mablag' solish uchun biz 1 milyon 280 ming dollarni 20%lik kirim qilgan mablag' solsak, shu chog'da biz 2 ming dollar kirim qilmaymiz. Biz har yili 250 ming dollar kirim qila olamiz. 1 millionni mablag' solsangiz, 20%dan yiliga 250 ming dollardek kirim qila oladigan bo'lasiz. Buniki kuchini arizm bo'sh qo'ymang. Arizm boshqalarga aldınıp ketmang. Çoxum bu çoğ menga falsafalik bilan yaxshi tushuning. Endi yana 1 milyon 2 milyon qilish uchun qanchalik ketadi? 28 yilda biz pulimizni 2,5 millionninchi qila olamiz. Mana shu 28 yilda shunchalik pulimizni qila olamiz. 20% qila olsak. Endi bu çoxum yaxshi bo'lgan yillarda. Shuningki nimasi bilan siz o'zingiz 15% kirim qila olsam-chu deb hisoblab baqsangiz bo'ldi. Agar uni da yaxshi qila olsangiz, hozirmi yaxshi paytlar, balki bundan jiq yaxshi qilib bo'lgan bo'lishi mumkin. Ba'zan yaxshi mablag' sola oladiganlar hozir ba'zan yillari 40% kirim qila oladi. Texim yaxshi qila olsangiz, bundan jiq qila olasiz. Çoxum sabrchan bo'ldi. Ondan yana bir bilmoqchi bo'lgan bir texnikam. Agar siz men deb keldim shu disruptive innovation kelgusida shu dunyoni o'zgartiradigan sohalar. Bu sohalardan 4-5 bor. Hammasi maslaga deb kelyapman. Shu sohadagi yangi texnikalik paychaklar. Bularniki fursatlardan biz mahrum qolmamdik unda qilsak, cho'ng paychaklar hammasi kirib olsak, anadagi bu paychaklarda hamma odam chiqib olsa, bu paychaklar taraqqiy qilmamdi. Bularniki qanday siyosat bo'ldi deganni men u taraflardagi yo'llarni men ko'rsatib beray hozir. Qallam kelganda. Masalan, men sizlarga tunishtirgan shu yog'och xonim, Cathy Wood. Cathy Wood'niki shu Ark Invest degan kapital şirketi var. Bu kapital şirketniki hozir 8 dak ETF'si var. Hammasi o'xshamagan sohalardagi yangi texnikalik sohalardagi. Bu shu ETF'sida men sizlarga ikkini tunishtiray. Birisi ARKK, RK, yangi ARKW, ARKW. Mush ikki ETF'sida nurg'unlagan shu yangi taraqqiy qilayotgan shirkatlarniki paychaklar var. Men sizlarga tunishtirganlarniki hammasidagidek var. Shularniki hamda bularligi Warren Buffett'larga o'xshamaydi. Jiq elib setib qilgan ishlar var. Bularniki %90% shu yangi xil paychaklar. Demak, %90% davolg'usi cho'ng ham shu disruptive innovation dagi sohadagi paychaklar. Buni agar o'zingiz shunda qurilma qilsangiz, shunda xatiri cho'ng. Lekin malaniki analizchilari, amnas tayyor bo'lgandan keyin bular niki elib setishmi shunda yuqori. Ham o'ziniki har kunlik elib setishini shu kan xaloyiqlarga ko'rsatib turdi torbatlarda.
Şunağa bularniki analizləri uqub turdu. Əgər siz yaxşı diqqət qilgan bolsanız, aldınqı vaqtlarda payçaklar, məşə yangi texnik payçaklar tushgan vaqtda 40-50%, 60%, 70% tushganlar bor. Lekin bularniki qurilmasi aran 20% tushdi. Shunchalik yaxshi kontrol qila oldi. Vaqtlarni to'g'ri jazmlashtirib qila oldi. Shunga meniki tavsiyalarim, agar siz shu yangi texniklik paychaklarga qiziqsangiz, disruptive innovationlarga qiziqsangiz, mushu nimaga ham ARC ya bo'lmasa ARC W bilan mablag' solsangiz bo'ldi. Bularniki oldigan azroqdan oldigan sommasi va mashg'ulot puli 0.7% mashg'ulot puli oldi sizniki shu mablag' solgan sommangizdan hamsidan. Shunga buni yana bir yaxshi yeri bularga mablag' solganniki bular elib setib qilsa ishni bo'lmaydi. Ular o'zlari boj to'laydi, o'zlariniki ishi, ularniki davlat bilan qonun cho'ng hajfonlarniki o'zingiz siyosati bor. Lekin siz agar bularniki qurilmasini avlib sotmasangiz 4-5 yil, 10 yil mush siyosat o'zgargicha kirim qilmagan bo'lsangiz, shunaqa boj to'lamaysiz. Ham eng bexatar holda mush sohaga kirgan bo'lsangiz. Meniki eng chong tavsiyalarim shu. O'zingiz yana mush jihatdan izlanib baqsangiz bo'ldi. Men bugun mishaga so'zlay. Amsa kelaksan ko'rishaylik. Başmaltaqni besib qo'ying. Agar bu bilimlar qimmatli bilimlarga deb yaxshi ko'rgan bo'lsangiz, boshqalarga tavsiya qilib qo'ying. Allohga emanet.